16 fevral günü Amerika Kengash Palatasının sahipxonligida Xitoyning kishilik huquq vaziyati 2022 yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasi va uni cho'ri degan siyosatlar mavzuliq bir yig'in ochilgan. Kengash Palata a'zosi Chris Konis va Kengash Palata a'zosi Tom Tillis, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkel va shundaqla dangliq basketbol cho'lpini va kishilik huquq faoliyatchisi Anas Kantar Feridum qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Mazkur yig'inda irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan Xitoy hukumatining 2022 yillik qishliq olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazish fursatiga qanday berishganligi, Amerika hukumatining Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini yaxshilash uchun Xitoy bilan qanday aloqalashib, hozirgacha qaysi strategiyalarni yo'lga qo'yganligi, Amerikaning buningdan keyin qanday qilib ittifoqdoshlari va sheriklari bilan bu haqda moslashishni kuchaytirganligi haqida muzokaralar bo'lgan. Bu yig'inga kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari bo'limining mudiri doktor Sofiya Richardson riyosatchilik qilgan. Yig'inda Anas Kantar o'zining Xitoyning mustabid hokimiyati ostida zulm ko'rayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va Hongkongliklarning ahvoli bilan tanishgandan beri ularning ovozi bo'lishga tirishib kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning iqtisodiy kuchiga yo'linib olgan NBA uchun buning bir masalaga aylanganligini aytgan. Yig'inda Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va uni to'xtatish uchun yanada ko'p harakat qo'llanish asosli muzokara temasi bo'lgan bo'lib, yig'in qatnashuvchilari birdek bu nuqtani alohida ta'kidlashgan. Shu kuni yana Anas Kantar Feridum Amerika Kengash Palatasidagi a'zolar bilan birma-bir uchrashib, ular bilan suhbatlashgan. Suhbatda Xitoyning kishilik huquq xotirasi, bo'libmi Xitoyning iqtisodiy kuchi orqali NBA va shuning o'xshash o'rinlarni jimiqtirishga urinayotganligi muhim tema bo'lgan. Anas Kantar Freedom has criticized the Chinese Communist Party for its mistreatment of the Uyghur population in China. And this was a human rights issue. It's a human rights issue that he called out. Now, he was warned by some within the NBA that this could cause him problems. I don't know that he anticipated that this would get him fired this quickly, immediately after being traded.